Assalomu alaykum, hurmatli qiziquvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Ko'pchilik tadbirkorlarimiz ofis qidirib yuribdi. Ayniqsa quruvchilar. Mana sizlarga ajoyib ideya. Mana o'zimga yangi ofis qilib oldim. Sizlarga ham Xudo xolasa buyurtma bersanglar, xuddi shunaqangi qilib, sifatli, issiq sovuqqa chidamli qilib ofis yoki magazin yoki qanaqadir yengil konstruksiyali ko'chma do'konlar qilib beraman. Xo'p, buni tonirovka qilib oldim, oddiy oq shishaga. Mana ichki ko'rinishi. Mana. Oldingisi 3 ga 6 edi, bu 3,5 ga 6 bo'ldi. Sal kengroq, mana. Ko'rishingiz mumkin. Pollari MDF. Konditsioner 18 ga qo'ydim, chunki oldidan oftob tushib turadi o'shaning hisobiga. Mana stol ham 2 metrga 1 metrli stol bemalol sig'di. Mana divan 2 metr, shkaf 2 metr. Xullas, orqada mana bitta eshik qilli havo almashishiga mana. Orqada ikkita fortishka. Xullas, kimga shunaqangi ofislar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib beraman. Mana montajlar ham tashqi montaj bo'ldi. Bunga alohida e'tibor qilsanglar bo'ladi. Mana montajlar, tashqi montaj.